Taklimakan degan so'zni anglag'animizda u bizga qo'rqinchliq va sirliqlikni his qildirdi. Taklimakan qumluqi kirgil bo'lgan, lekin chiqqili bo'lmaydigan halokat dengiz deb ataldi. Jungodagi eng cho'ng qumluq, dunyodagi 10-cho'ng qumluq, shundaqla dunyodagi 2-cho'ng ko'shma qumluq hisoblanadi. Taklimakan degan so'z ba'zi rivoyatlarda qarg'ish qushirgan shahar deyiladi. Yana ba'zi rivoyatlarda Taklimakan deb ataldi. Osti qismida shahar bor degan ma'noda. Taklimakan qumluqida tarixdan buyon sirliq voqealar intayin ko'p yuz bergan. 1901-yili Lopnurluq O'rdak ismli yo'l boshlovchi Sevin Nidin qatorliqlarni boshlab Kiroran qadimiy shahrini bayqagan. Kiroran qadimiy shahri hozirgacha sirtqi qarta yechib etilmagan. Kirish biletining bahasi bo'lsa 3500 yuan Jungodagi eng qimmat kirish bileti bahasi. Lekin bu yerga pulingiz bo'lsa kela olmaysiz. Eng oz bo'lgandimi yarim yil burun iltimos qilib tasdiqdan o'tgandan keyin ondan kirishga bo'ladi. Biz bugun yaqin zamondan buyon Taklimakan qumluqida yuz bergan sirliq hodisalarni anglab o'taylik. 1949-yili Chongqingdan Urumchiga qarab chiqqan bir aeroplan Pichan havo bo'shlig'ida g'oyib bo'lgan. 1958-yili bo'lsa Lopnurning sharqiy qismidan bayqalgan. Tushuniksiz bo'lgan shuki, aeroplan aslida g'arb-shimol yo'nalishida uchgan. Nima uchun tuyuqsiz uchish yo'nalishini o'zgartirib janubga qarab uchdi? 1950-yili ozodlik armiyaning bir muhofizatchisi yo'qolib ketgan. Oradan 30 necha yil o'tgandan keyin Lopnur ko'lining janubiy qirg'idan bayqalgan. 1980-yili donliq olim Pingjiang Lopnurda tekshirish olib berayotgan yo'qolib ketgan. Davlat, aeroplan, armiya, obsharkalarni ishga solib nurg'un odam kuchi va moddiy kuch sarf qilibmi hech narsaga erishamagan. 1990-yili Qumuldan 7 odam yo'lga chiqib shu ketgancha qaytib kelmagan. 1995-yili Miranda qanchliq maydonidagi 3 ish xizmatchi qumliqqa kirib yo'qolib ketgan. 1957-yildan 1962-yilgacha bo'lganlikda bir qism yoshlar qumliqqa kirib qadimiy narsalarni izlagan. Keyin bu yoshlarning ko'pincha o'lib ketgan, omon qolganlar bo'lsa sarang bo'lib qolgan. Odamni hayron qoldirgan bo'lsa yo'qolib ketganlarning suv va yemaklik to'liq qatnash qurolimi normal holatda. Jasad tekshirish doklatidan bularning o'lish sababi aniq bo'lmagan. Undaqda bu odamlar zodi nega borgan, nimalarga uchragan? Biz keyingi qismda texnik sirliq bo'lgan mazmunlar ustida to'xtalamiz.